Hammaga xayrli, deyarli tong desam ham bo'ladi. Men Xorazmga yo'l oldim saharlab. Erim 3:30da yozdilar, "Seni ko'rmasam bo'lmaydi, kelgin, ko'ring, keyin nima bo'lsa bo'ldi" deyaptilar. Chunki kecha ketgandilar, bu sabablarga ko'ra bizga yana ba'zi ishlar bo'lyapti, bizga nisbatan, oilamizga nisbatan. Men chimodanlarni olib yana yo'l oldim. Tinchimizni judayam ko'p buzishyapti. Inshaalloh men bu narsalar bugun yaxshilik bilan yechim topishiga ishonaman. Agar yaxshilik bilan tugamasa, O'zbekiston Respublikasida qonunlar ishlaydi, qonun xodimlari ham ishlaydi. Men 100% ishonaman hammasi yaxshi bo'lishiga. Shunaqa gaplar. Hali men bu haqda sizlarga alohida boshidan qattan boshlangandan boshlab hammasini aytib beraman. Hozircha bizani duo qilib turinglar.